Ko'pchilik arab tili o'rganuvchilarining duch keladigan asosiy muammolari bir-biriga o'xshash bo'lgan, biroq talaffuzlari va maxrojlari turlicha bo'lgan harflarni farqlashdadir. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan biz arab tilidagi 3 ta S harfini o'rganamiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Biz sizga ko'plab manfaatlarni va'da qila olamiz. Demak, bizda sin, sa va sod harflari. Garchi bu 3 harf ham S hisoblansa-da, lekin ularning talaffuzlari va hosil bo'ladigan joylari turlicha. Keling, ularni birma-bir o'zaro solishtirgan holatda o'rganib chiqamiz. Demak, bizda birinchisi bu sin harfi. Nomi sin deb atalsa-da, lekin uni shunchaki S harfi deb o'qiymiz. Bilasizki, ushbu harakat arab tilida fatha, ya'ni a deyiladi. Demak, ushbu harfga fatha harakatini qo'ysak, uni shunchaki sa deb talaffuz qilamiz. Sa. Hosil bo'ladigan joyi haqida gapiradigan bo'lsak, sin harfining hosil bo'ladigan joyi bu pastki ikki sanayaning orqasidagi milk. Suratdan ko'rib turibsizki, yuqori va pastki tishlar tasvirlangan va sanaya tishi deganimizda e'tibor qiling. Bu yuqorida va pastda joylashgan oldingi ikkitadan tishlaringiz va ular sanaya nomi bilan yuritiladi. Demak, sin harfi qayerdan hosil bo'ladi? Albatta, pastdagi ikki sanayaning orqasidagi milkdan. Endi biz arab harflarini talaffuz qilayotganimizda ularni joyini bilishimiz bizga kifoya qilmaydi. Balki bunda tilning o'rni juda ham ahamiyatli. Biz oldingi videolarimizda bu haqida ta'kidlab o'tgan edik. Demak, sin harfini talaffuz qilayotganingizda og'zingizda tilingiz tekis holatda bo'lishi kerak. Ya'ni orqasi ko'tarilgan, o'rtasi cho'kkan holatda emas, balki tekisligini saqlab qolgan bo'lishi kerak. Demak, yana bir marta talaffuz qilamiz. Sa. Sa. Va sizga oson bo'lishi uchun biz quyida eng tushunarli kalit so'zni keltirganmiz. Ya'ni bu tiniq. Demak, siz sin harfini talaffuz qilayotganingizda eshituvchi odamda qanday harfni talaffuz qilayotganingiz haqida savol paydo bo'lmasligi kerak. Balki aniq, tiniq S eshitilishi kerak. Yana bir qaytarib ko'ramiz. Sa. Shuni alohida aytib o'tishim kerakki, mavzu o'tish jarayonimizda har bir harfni talaffuz qilganimda birga qaytarishingiz bu harfni yanada osonroq o'rganish imkoniyatini yuzaga keltiradi. Demak, birinchi harf o'zlashtirildi. Nomi sin, hosil bo'ladigan joyi pastdagi ikki sanayaning orqasidagi milk. Sanaya tishlar haqida tanishdik. Pastdagi va yuqoridagi oldingi tishlar. Tilimizning holati tekis, cho'kmagan va ko'tarilmagan va uning kalit so'zi tiniq. Navbatdagi harfimiz bu sa nomi bilan yuritiladi. Sa. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, boyagi sa degan talaffuzimizdan farqlanyapti. Demak, ushbu harfning tepasiga fathani qo'ysak, biz sa deb talaffuz qilamiz. Hosil bo'ladigan joyini aniqlashtirsak, nima uchun talaffuz bunchalik farqlanayotganini tushunish mumkin. Demak, talaffuzi yuqoridagi sanaya tishingizni qirrasi, ya'ni biror narsani tishlash uchun foydalanadigan arra qismida joylashgan. Demak, yuqoridagi sanaya tishingizni qirrasiga tilingizni uchini ohista qo'yasiz. E'tiborli bo'ling. Tilning uchi deb aytyapmiz. Bu degani sizni tilingizni uchidan ma'lum bir santimetr, 1 yoki 1,5 santimetr miqdordagisi tegadi. Undan ortiq oshib ketishi kerak emas. Demak, tilimning uchi yuqoridagi sanaya tishimning qirrasiga qo'yiladi. E'tibor bering. Faqat yuqoridagi sanaya tish. Pastdagi tishimiz bilan tilimizni tishlab qo'yishimiz noto'g'ri S harfining hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Talaffuzni qaytaramiz. Sa. Sa. Endi qarang, tilning holati bunda ham qanday shaklda bo'ladi? Tekis, hech qayerga ko'tarilmagan va cho'kmagan holatda. Va uning kalit so'zi sifatida biz chuchuk so'zini keltirdik. Haqiqatan ham bu S harfi chuchuk S nomi bilan mashhur. Talaffuz qilayotganimda haqiqatan ham siz aniq tiniq S harfini eshitmaysiz, balki biroz chuchmalroq, tiniq bo'lmagan S harfini eshitasiz. Shuning uchun ham biz uni chuchuk S nomi bilan ataymiz. Keling, ikkita S'ni bir-biri bilan solishtirib ko'ramiz. Sa. 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 Menimcha siz ham talaffuz qilish jarayonida ularning o'zaro farqlarini sezdingiz. Keyingi S harfi. U sodi nomi bilan mashhur. Sodi. Biz ushbu harfning yuqorisiga fatha qo'yganimizda so deb talaffuz qilamiz. Shu yerda siz bilan kichkinagina sirni bo'lishaman.
Ko'pchilik arab tili o'rganuvchilari qaysi harflarni O deb talaffuz qilish kerak, qaysilarini esa A deb talaffuz qilish kerak tasavvurga ega emaslar. Juda ham oson lifehack. Siz harfning nomiga qaraysiz. Agar harfning nomida, ya'ni arab tilidagi nomida O harfi bo'lsa, bu anglatadiki, ushbu harfning tepasiga fatha qo'yganingizda, ya'ni u fatha bilan kelganida siz uni O deb talaffuz qilasiz. Demak, ushbu harfning ham tepasiga A qo'ysak, hech qachon sa deb talaffuz qilinmaydi. Qanday talaffuz qilamiz? So. So. Uning hosil bo'ladigan joyi biroz diqqatga sazovor. Qayerda? Pastdagi ikki sana, ya'ni orqasidagi milk. Keling takrorlab olamiz. Arab tilida s'lardan yana qaysi biri pastdagi ikkita sana, ya'ni orqasidagi milkda hosil bo'lardi? Tasanno. Demak, haqiqatdan ham sin harfi ham xuddi shu joyda hosil bo'lardi. E'tibor bering. Sin harfi ingichka aytiladigan va tiniq talaffuz qilinadigan harf edi. Lekin sodga e'tibor bering. Biz unga yo'g'on degan tarifni yozib qo'yganmiz. Qanday qilib endi bitta joydan hosil bo'ladigan ikkita harfni ikki xil talaffuz qilishimiz mumkin? Tasanno, topdingiz. Haqiqatan ham sin harfi ham xuddi shu joydan hosil bo'ladi. Endi bizda savol paydo bo'lishi mumkin. Bir joydan hosil bo'ladigan harf, yana ikkalasi ham s. Qanday qilib ikkisini birini tiniq, ingichka tarzda, ikkinchisini esa yo'g'on talaffuz qilish mumkin? Yuqoridagi gapimga e'tibor bergan bo'lsangiz, men aytdimki, harflarni farqlashning eng asosiy yo'li bu tilga bog'liq bo'ladi. Demak, quyidagi biz yozgan formulaga e'tibor bering. Sin harfida tilimning holati tekis, sada ham xuddi shu holat takrorlanyapti. Lekin soda harfida tilimda ko'tarilish mavjud. Ha, demak biz har ikkalasi bitta joyda hosil bo'lsa ham, ularni qanday farqlar ekanmiz? Tilimizning holati bilan. Demak, soda harfini aytayotganimda tilimning orqasi ko'tariladi. Bu holatga nisbatan biz til qoshiq shakliga keladi deb aytamiz. Ya'ni mana bunday shaklda orqasi ko'tariladi. Endi qarang, tilni qanday qilib orqasini ko'tarish mumkin degan savol paydo bo'ladi o'quvchilarga. Shunda sizga tushunarli bir misolni keltiraman. Tasavvur qiling, siz gilamning bosh tarafida turibsiz va uni oyog'ingiz bilan itarsangiz, qanday holat yuzaga keladi? Ya'ni gilam yig'ilib qoladi. Demak, biz tilimizning orqasini ko'tarishni o'rganish uchun eng zo'r usul bu tilimizni orqa tarafga, ya'ni tomoq tarafga qarab itarishda. Og'zimizda turgan tilimizni orqaga, tomoq tarafimizga qarab itaramiz va bu bilan biz tilimizning orqasini ko'tarilishini mashq qilish mumkin. Azizlarim, siz shuni tushunishingiz kerakki, agar tilingizni orqasini ko'tarishni mashq qila olmasangiz, yo'g'on harflarni arab tilidagi hech qaysi birini talaffuz qila olmaysiz. Demak, soda harfiga qaytamiz. Sod deb ataladi. Tepasida fatha kelsa, xuddi siz talaffuz qilayotganingiz kabi so deb talaffuz qilamiz. Hosil bo'ladigan joyi pastki ikki sana, ya'ni orqasidagi milk. Sana tishlar haqida biz yuqorida aytib o'tdik. Oldindagi tepa va pastki tishlarimiz. Uni talaffuz qilayotganimizda yo'g'on chiqishi kerak. Yo'g'on chiqishi uchun esa biz tilimizning orqasini ko'tarish uslubidan foydalanamiz. Tilni orqasini ko'tarish qanday bo'lishi haqida esa ma'lumot berib o'tdik. Demak, keling endi 3 ta s'ni bir-biri bilan farqlab talaffuz qilib ko'ramiz. Ketdik. Birgalikda qaytaramiz. S, th, so, s, th, so. Azizlarim, darsimiz siz uchun manfaatli bo'ldimi? Keyingi darsimizda ushbu harflarning eng murakkab, ya'ni sukuli holatida qanday qilib oson uslub bilan talaffuz qilish haqida ma'lumot beramiz. Bizni kuzatishda davom eting.